Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana bir marta sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. O'sha Jon Kehoning G'ayri ixtiyoriy ong mo'jizalar kitobini bugun 13-bobini o'qib turganimda maqsad qildim. Ya'ni o'sha bugun sizlarga 3 video kirgizishga, ya'ni kitobning 3 bobini audio shaklda taqdim etishni oldimga maqsad qilib qo'ygandim. Albatta inshaalloh mana niyatimni ustidan chiqdim. 3-videomizni ham sizlarga taqdim etmoqdamiz, ya'ni 5-yanvarda. Bizni qo'llab-quvvatlab turing. Biz sizlarga yanada ko'proq harakat qilib, yanada ko'proq videolarni kanalimizga joylab olishga harakat qilamiz. Kanalimizda umuman har xil mavzularda bo'ladi, qiziqarli ma'lumotlar, tarixiy voqealar, ya'ni o'zimga yoqqan, o'zim o'qib chiqqan, ichida nimanidir olsa bo'ladigan kitoblarni ham sizlarga audio shaklda taqdim etaman. Chunki masalan kitobni sotib olib, kimnidir vaqti bo'lmasligi mumkin o'qish uchun. Yo'l-yo'lakay, naushnikda nimadir ish qilyap turganingizda, shu kitobdan nimadir olishingiz uchun sizlarga biz audio shaklda kitoblarni taqdim etamiz. Sizlardan so'rab qoladigan narsamiz faqat shu kanalimizni rivojlanishi uchun like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab tursangiz, o'z fikrlaringizni kommentariyamizga yozib, xato va kamchiliklarimizni unutib, shu kommentariyada bizni kanalimizda rivojlanish uchun har xil fikrlaringizni, g'oyalaringizni, takliflaringiz bo'lsa, hammasini yozib qoldirishingizni so'rab qolamiz. Agarda kanalimizda mehmonlar bo'lsa, albatta bizga qo'shiling. Biz sizlarga doim yaxshilarini berib borishga harakat qilamiz. Sizni har bir qo'llab-quvvatlashingiz bizni kanalimizni rivojlanish uchun, ko'pchilik insonlarga foydali ma'lumotlarni yetkazib berish uchun harakat qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Unda biz videomizni boshladik. Jon Keho G'ayri ixtiyoriy ong mo'jizalari 15-bob. Hech qanday muammo yo'q, faqat imkoniyat. Ko'pchiligimiz hamma muammolar hal etilib, hayotda to'laqonli va to'kis bo'lishini orzu qilamiz. Lekin muammolar hayotimizning muhim qismi bo'lib qolaveradi. Shu boisdan muammolardan qutulishga emas, ularning mohiyatini anglashga intilish kerak. Hech narsa tasodifiy emas. Biz borliqning ajralmas qismimiz va u bizga muntazam muammolar shaklida xabar boradi. Bizning vazifamiz shu xabarni o'qish. O'zingizga savol bering. Bu muammo menga nima demoqchi? Mening fikrlarim haqida nima deydi? Ishonchlarim, xatti-harakatlarim, hayot tarzim haqida-chi? Diqqat qiling. O'ylang. Muammoning asl sababini topa olasizmi? Agar har doim o'zingizga rahmingiz kelsa va qiyinchilik oldida qo'lni yuvib qo'ltiqqa ursangiz, sizga atalgan muhim xabarni rad etgan bo'lasiz. Alximik bo'ling. O'rta asrlik kimyogar, alximik, oddiy temirni oltinga aylantirish yo'lini topishga hayotini bag'ishladi. Juda ko'p vaqt va katta boylik sarflangan bu izlanish samarasiz ketdi. O'rta asr alximiyasi maqsadga erisha olmaganining sababi shuki, uning tarafdorlari noto'g'ri yo'ldan borganlar. Haqiqiy alximik shunday insonki, u har kuni vaziyatlarni oltinga aylantirish sirlarini o'rganadi. Turli holatlardan chiqish yo'llarini izlaydi. Muammo va qiyinchiliklarni ziyraklik, sezgirlikni oshirish uchun vosita deb bilish kerak. Haqiqiy alximik uchun muammo yo'q, faqat omadga eltuvchi imkoniyatlar bor. Muammo degan tushuncha yo'q, faqat imkoniyat bor. Inson o'z kuchiga ishonch bilan har doim topiladigan imkoniyatlarni izlarkan.
orttirgan bilimi hayratga soladi. Seminarim qatnashchilaridan bo'lgan Margaret Kelli bir gal shu usulni o'z ishida qo'lladi. U yirik shaxsiy shifoxonaning direktori bo'lib, 2 yordamchisi bilan kunda 1000 dan ortiq bemor bilan ishlashga rahbarlik qiladi. Yordamchilaridan bittasi kelmay qolsa, vaziyat og'irlashadi. Tasavvur qiling. Bir kuni uning 2 yordamchisi betob bo'lib qoldi. Margaret dastavval shunchalar dovdirab qoldiki, keyin muammo degan tushunchaning o'zi yo'qligini, faqat imkoniyatlar borligini esladi. Bu vaziyatdan chiqishning qanday yo'llari bor? Shu haqida o'ylay boshladi. U tushundiki, shu paytgacha yordamchilari orqali ishni boshqargan va boshqa xodimlarni umuman bilmas ekan. U o'z-o'ziga, men bu vaziyatdan boshqa odamlarni yaqindan bilish uchun foydalanaman, dedi. Shu paytgacha qariyib, muloqotda bo'lmagan xodimlari bilan suhbatlashib, maslahatlashib, kunni o'tkazdi. Margaret ularning qiyinchiliklari, tashvishlarini tingladi. Oqibatda ularning imkoniyatlaridan samarali foydalanish yo'lini topdi. Keyinchalik Margaret Kelli o'sha kun men uchun g'aroyib imkoniyatlar kuniga aylandi. Men juda ko'p ishladim, degandi. Margaret Kelli kutilmagan muammoga duch kelganda birdaniga har doimgidan ko'proq aql ishlatdi deb o'ylamayman. Faqat juda katta qiyinchilik tug'ildi degan tushuncha o'rniga muammo yo'q, faqat imkoniyat bor degan fikr va ishonch bilan harakat qildi. Dastlab tanishgan paytimda Nancy Spencer juda qiyin ahvolda qolgandi. Eri rasman ajralib, 3 yosh bolasi bilan tashlab ketgandi. Puli ham, biron bir kasbi ham yo'q. Yaqin orada bu vaziyatdan chiqishga umuman umidi ham qolmagan edi. Yengib bo'lmas shu muammolar iskanjasida qolganda edi. Ammo ayol muammo yo'q, faqat imkoniyat va omad bor degan fikrni o'ziga singdirdi. O'ziga bir qator savollar bergan Nancy angladiki, shu paytgacha o'zgalarga qaram bo'lib yashagan ekan. Avval ota-onasiga, keyin eriga, atrofidagilarga, boshqalar uning taqdirini hal qilishar ekan. Bu bilan o'z qadr-qimmatini yerga urar ekan. Chorasizday vaziyatga tushib qolgandan so'ng Nancy o'zi uchun, bolalari uchun o'zgarishga, o'ziga ishonchi mustahkam bo'lgan ayolga aylanishga qaror qildi. Mushkul vaziyatda kuchli va o'ziga ishongan insonga aylanish yo'llarini topdi. Hayotda alximik bo'ling va har qanday holatni omadli tasodifga aylantiring. Eslang, ko'pincha bizga qiyinchilik olib kelgan voqealar o'zimizni yana ham tiklab olishimizga xizmat qiladi. Tadqiqotchi Don Stuckey hayotida yuz bergan bir voqea tasodifning omadli imkoniyatga aylanganiga yana bir misoldir. Ixtirochi pechka ustida esdan chiqarib qoldirgan oyna parchasi oqarib ketdi. Stuckey zarracha asabiylashmasdan bu holga ijobiy yondashdi. Tajribani davom ettirib, beparvoligi oqibatida oqarib qolgan oynani yuqori darajadagi issiqlikka bardosh beradigan sifatli oynaga aylantirdi. Hozir bunday oynalarni Amerikadagi juda ko'p xonadonlarda uchratish mumkin. Muammolaringizni asabga egov deb emas, porloq kelajak va omad uchun qulay imkoniyat deb qarang. Tadbirkor Katie Colby'ning boshidan o'tgan mana bu tajribasi bunga yorqin misol bo'la oladi. Tug'ma disleksiya bilan tug'ilgan Katie chap bilan o'ng tomonni ajrata olmasdi. Soat necha bo'lganini tushunish uchun ancha vaqt ketkazardi. Mening bu kasalim mening foydali xususiyatlarimdan biridir. Bu menga fikrlashni o'rgatdi. Bir kun Colby qat'iy qarorga keldi. Jamg'arib qo'ygan $500 bilan u Resources for the Gift iqtidorlilar uchun manba degan firmaga asos soldi. U iqtidorli bolalar uchun zarur bo'lgan manbalar ro'yxatini tuzib, uni 3500 ta o'qituvchiga yubordi.
avvaliga mijozlardan juda oz taklif tushgani sababli firma zo'rg'a ish olib borardi. U omborxona sotib oldi, ammo binoga o't tushib yonib ketdi. Bir xodim barcha mablag'ni ishlatib yubordi. Kolbi eri bilan ajrashdi. Shularga qaramay, u hech qanday muammo yo'q, faqat imkoniyat bor degan fikrdan qaytmadi. Hozirda firma yiliga $3,5 milliard pul aylanmasi bilan ishlaydi va Resources for the Gifted kundan kunga kengayib ketmoqda. AQSh prezidenti Franklin Roosevelt kasalligi tufayli o'zi nogironlik aravachasiga o'tira olmasdi va tura olmasdi ham. Ammo u mamlakatni qattiq tajanglik holatidan olib chiqib, tarixda eng hurmatga sazovor siyosatchi bo'lib qoldi. Bob Hawke ichkilikdan qutulib, Avstraliya bosh vaziri lavozimiga ketma-ket 4 marta saylangan. Tennes shtatidagi kambag'al oilada tug'ilgan Vilma Rudolf suyak kasalligi bilan og'riganiga qaramay, tushkunlikni yengib tuzalib ketdi va 1960-yildagi Olimpiya o'yinlarida yengil atletika bo'yicha 3 ta oltin medalni qo'lga kiritdi. 1992-yilgi Olimpiya o'yinlarida g'oliblikka intilayotgan Gail Devers hayotidagi eng qiyin vaziyatga tushib qoldi. Musobaqaga tayyorlanayotgan Gailning badanini to'satdan yara bosib ketdi. Tekshiruvdan ma'lum bo'lishicha, bu kasallik oqibatida uning tovonini kesib tashlash kerak edi. Kutilmaganda operatsiyaga 2 kun qolganda u tuzala boshladi va Barselonada 100 metrlik masofaga yugurishda g'olib bo'ldi. Hech narsani o'zgartirishni istamayman, deydi Gail o'sha beshafqat imtihonni eslarkan. Bu noxushlik yaxshilik bilan tugadi. U meni yanada kuchli va qat'iyatli qildi. Yirik kompaniya asoschisi menga muovinlarini qanday ishga olish sirini ochdi. Biz hech qachon yangi, muammo ko'rmagan bitiruvchilarni ishga olmaymiz. Katta muvaffaqiyatsizlikka uchrab oyoqqa turgan kishi yanayam qat'iy va mas'uliyatli odamga aylanadi. Omadsizlik shaxsni o'stiradi. Aynan hozir sizni qanday imkoniyat kutib turibdi? Ularni izlamaguncha hech nimaga erisha olmaysiz. Juda kamdan kam holda u sizni quchoq ochib kutib oladi. Ko'pincha ular muammo va tashvish ortida berkinib turadi. Muammolaringizni tadqiq etishni boshlang va ular sizga kutilmagan sovg'a ato etadi. Asabiylik va kurash. Bu sizga berilgan imkoniyat. Arnold Shvarsenegger aytganidek, men kurashga ishonaman. Mana hurmatli obunachilar, bugungi videomiz ham o'z oxiriga yetib bormoqda. Biz bilan birga bo'lganingiz uchun, bizni tinglaganingiz uchun sizga rahmat aytamiz. Albatta, bizni qo'llab-quvvatlab turing, biz bilan doim birga bo'ling. Biz sizlarga eng yaxshilarini yetkazishga harakat qilamiz. Bugungi videomizda biz Jon Keyhoning G'ayri-ixtiyoriy ong mo'jizalari kitobidan 15-bobini o'qib berdik, ya'ni audio shaklda sizlarga taqdim etdik. Albatta, bundan keyingi videolarimizda kitobning keyingi boblarini ham audio shaklda taqdim etishga harakat qilamiz. Agarda kanalimizda mehmonlar bo'lsa, bizning kanalimizga qo'shilib, bizni rivojlanishimiz uchun o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirib, bizni qo'llab-quvvatlab turishingizni so'rab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.